4-8 iyun kunlari qo'l jangi bo'yicha jahon chempionati tashkil qilinmoqda. Quvonarlisi ularning 5tasi ham Rossiyada bo'lgan bo'lsa, bu safar poytaxtimiz ana shu turnirga mezbonlik qiladi. Unda 30 dan ortiq davlatlarning eng iqtidorli jangchilari qatnashmoqda. Undan avval esa matbuot anjumani tashkil qilindi. Unda Xalqaro qo'l jangi federatsiyasi prezidenti Sergey Astaxov va Xalqaro qo'l jangi federatsiyasining demak birinchi vitse-prezidenti Baxtiyor Mirzaqulovlar qatnashmoqda. Bundan tashqari, anjumanda Ukraina qo'l jangi federatsiyasi raisi o'rinbosari hamda xalqaro toifadagi hakamlar qatnashdi. Nizomga ko'ra dunyo birinchiligi 2 yo'nalishda tashkil etiladi. Unga ko'ra turnirda 18 yoshdan kattalar ishtirok etishi belgilangan. Ulardan erkaklar 9 ta vazn toifasida, ayollar esa 8 ta vazn toifasida kurash olib boradi. Mutasaddilar musobaqa dasturi haqida alohida ma'lumot berdi. Unga ko'ra 5-iyun kuni saralash janglari o'tkaziladi. 6-iyun kuni esa musobaqaning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Chempionlar nomi esa 7-iyun kuni aniqlanadi. Xalqaro qo'l jangi federatsiyasi raisi o'rinbosari musobaqada VAR, ya'ni video takror tizimidan foydalaniladi deb ta'kidlab o'tdi. Tabiiyki savol tug'iladi. Men uchun qiziq bo'lyapti-da, o'sha qaysi holatlarda ishga tushadi? E'tiroz bo'lgandami yoki bahsli holatlardami yoki qaysidir murabbiy kelib o'sha iltimos qilgandami? Shu haqida ozgincha ma'lumot bersangiz. Albatta bu sport bu bahsli bir shunaqa sport turlari borki, tomoshabinlar o'zlari ham ko'rib baho beradi. Lekin bu varimiz qachon ishga tushadi? Agar shu sportchimizning murabbiyi shu hakamlarning ishidan rozi bo'lmasa, bunda bizga bosh hakamga uchrashadi va protestini yozib beradi. Bizlar o'sha VAR tizimidan foydalanib, haqiqatan ham o'sha murabbiy haqmi yoki hakamlar haqmi biz ajratib beramiz. Ta'kidlash lozim, O'zbekiston terma jamoasi mezbon bo'lgani uchun har bir vaznda 2 tadan sportchimiz qatnashadi. Jahon chempionati doirasida ishtirokchilar Samarqand va Buxoro viloyatlariga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Это первый чемпионат мира, который проходит не в России. Mazkur turnir ilk bor Rossiyadan boshqa mamlakatda tashkil qilinmoqda va bu huquqni O'zbekiston qo'lga kiritdi. Bejiz emas, chunki O'zbekiston uzoq yillardan buyon kuchli sportchilari, sifatli tashkil qilinadigan turnirlari bilan ajralib turadi. Umuman yurtingizda sportga bo'lgan e'tibor juda oshgan. Terma jamoalarga to'xtaladigan bo'lsam, yaqqol favorit yo'q. Barcha ishtirokchilar kuchli tarkib bilan yetib kelishgan. O'ylaymanki, murosasiz va qiziqarli janglarning guvohiga aylanamiz. Мне бы хотелось выразить особую благодарность всему коллективу федерации. O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasiga hamda O'zbekiston Respublikasi huquqni himoya qiluvchi organlariga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Negaki ular qo'l jangi rivoji uchun katta hissa qo'shib kelmoqda.